Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga e'lon qilganimdek, menyularimni mana bitta ko'rsatmoqchiman sizlarga bugungisini aynan. Ya'ni bugun ujin payti ujin mana keldi. Ertalabkilarni olishga ulgurmadim sizlarga. No, ertangini ko'rsatib qo'ydim bundan oldingi storiesda. Mana qaranglar, qanaqa zo'r belokka boy hamda kletchatkaga boy bizani ujin bo'ladi. Sizlar ham shu menyuyimga qo'shilsanglar, sizlar ham xudo xolasa kelayotgan oilada issiq kunlarda уже ancha ozib olasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir mana ham degustation, ham mazali ujin vaqti. Bismillahirrohmanirrohim. Buni hech ham dietetический ovqatam demaysizlar. Chunki juda ham mazali. Juda ham o'zim retseptim bo'yicha povurlarimiz zo'r pishirib berishadi. Mana go'zallik salati. Salatlar bilan maza qilib ujin qilasizlar.